Assalomu alaykum sakalar. Xudo xolasa aparatgamiz 2.8 disdan sotdik. 50 talikdan bitta komplet, 22 metrdan 70 talik bitta komplet, 80 taligidan bitta komplet, 60 santimetrligidan bitta komplet pul berdik. Samarqandlik akamizga, klientimizga Xudo cho'tka holatda chiqdi. Burchaklarni qo'yganmiz. Yo'q, o'g'lar faqatgina bitta komplet berib bo'ladi deganiga bitta komplektni berdik. Kubik profil qo'yilgan holatda. Tashqari taklamdagi holati mana shu holat bo'ladi. Buning narxini 80 taligimizda 12,5 million so'm, 70 taligimizda 12 million so'm, 60 taligimizda 8 million 800, 50 taligimizda 7 million 200 ming so'mdan chiqarib berdik. Xohlasa Samarqandga ketyapti. Bizga shunaqangi xizmatlarimiz kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Cheklanmagan miqdorda bor.